5 aprel Sharqi Turkistonning Aqto'y noyasi Barin yezida Xitoyning milliy va diniy qimmat qarashlarimizni dafsanda qilgan razil siyosatlarga qarshi qo'zg'algan xalq qonliq bostirishga uchirgan edi. Barin xalqi atalmış planliq tug'ut siyosati nomidagi tug'ut cheklamasini amaldan qoldirish, qonunsiz Xitoy ko'chmanlarining kelishini to'xtatish qatorliq yo'lliq talablarni o'ttirg'i qo'ygan edi. Xitoy qurolliq saqchi va harbiylari Barin tavasidagi 9 kentni havodan bombardimon qilgan bo'lib, Beshikdagi buvoqlardan tortib, yashanganlargacha bu qonliq bostirishdan aman qolmagan. Bu qatlamning 29 yilligi munosabati bilan barliq Xitoyga qarshi qo'zg'algan qahramon shehidlarimizni va ziyonkashlikka uchirgan begunoh xalqimizni duo bilan yod etamiz. Barin qirg'inchiligining 29 yilligi munosabati bilan Turkiya va G'arb davlatlarida turli namoyish va 29 yilligini eslash faoliyatlari olib berildi. Amerikada yashayotgan Uyg'urlar va ommaviy tashkilotlar boshchiligida dunyoning har qaysi joylaridan kelgan Sharqi Turkistonliklar va da'voga ko'ngil bo'lib kelayotgan chet ellik do'stlar bugun Washingtondagi erkinlik maydoniga jam bo'lib, Xitoyning Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilikka qarshi namoyish o'tkazdi. Namoyishchilar Xitoy kommunistlari tomonidan qamab qo'yilgan urug' tuqqanlarning va Uyg'ur sarxillarining rasmlarini ko'tarib, Xitoyning jazo lagerlarini qamashqa va xohlagancha tutqun qilingan Uyg'urlarni qo'yib berishga chaqirdi. Amerika Cumhuriyetçi ve Demokratik partiyalardan bo'lgan 43 nafar parlament a'zosi, Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo, Moliya ministri Munchin va Savdo ministri Rossga o'rtaq imzoliq maktub yo'llab, Amerika hukumatini Uyg'urlar va boshqa musulmonlarning keng ko'lamli tutqun qilinishida mas'uliyati bor bo'lgan Xitoy amaldorlariga va ularga hamkorlashgan shirkatlarga embargo yurgizishni talab qildi. Bu amaldorlar orasida Sharqi Turkistondagi Jallod Chinchongo'mi bor. Amerika prezidenti Donald Trump Amerika va Xitoyning uzunga so'zilgan savdo suhbati olib berayotganligini 2 haftadan keyin zo'r ahamiyatli bir ishni e'lon qilish mumkinligini aytdi. Trump ikki davlat suhbat o'migi bilan elipis shakllik ishxonada ko'rishganda yuqorqi so'zni aytgan. O yana biz hozir burilish hosil qilyapmiz, bizning mengishga amalimiz bor, lekin uzun emas dedi. Rossiya prezidenti Putin jiddiy xavfsizlik yig'ini ochdi. Kremlin sari e'lon qilgan bayonotga asoslanganda, yig'inda Isroil bosh ministri Netanyahuning Moskva ziyoratini o'z ichiga olgan holda O'rta Sharq vaziyatini muzokara qilgan. Bayonotda aytilishicha, yig'inda yana kelar hafta o'tkazilmoqchi bo'lgan Rossiya Turkiya yuqori darajali hamkorlik yig'ini haqida fikr almashtirilgan. Xitoy Sharqi Turkistonda Uyg'ur va qozoqlarni dalil isbotsiz ayblamoqda. Qozoq xabar to'rining xabar qilishicha, Xitoy doiralari Sharqi Turkistonning Oltoy viloyati Chingil noyasida 31 martda tijorat bilan shug'ullanayotgan va atrofidagi yo'qsullarga yordam qilib kelayotgan 13 nafar qozoq yoshni qonunsiz yordam tashkiloti qurgan degan ayblash bilan dalil isbotsiz holda sotlab 3 yildan 20 yilgacha o'xshash bo'lmagan qamoq jazosiga hukm qilgan.